Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank ATB Narpay filiali hamkorligida Samarqand viloyati Narpay tumani Didan mahallasida 377-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi mahsuloti ekilgan. Maydonning hajmi 10 gektarni tashkil qiladi. Uzunligi 250 metr, bo'yiga esa 400 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlarda sug'orish ishlari olib borilmoqda. Ekinning yetishtirilish sanasi 90 kunni tashkil qiladi. Yetishtirish jarayonida sug'orish va tabiiy va mineral o'g'itlar oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 22 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 45 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Narpay Agro hamkor fermer xo'jaligi tanlab olingan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna sabzi mahsuloti olish rejalashtirilgan. Jami 300 tonnani tashkil qiladi. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadini oshirib boriladi.